Assalomu alaykum savoldoshlar. Va alaykum assalom. Biz endi shu Photoshop CS6 yumshoq detalni ishlatish orqali oddiy bo'lgan torbat, ya'ni Photoshopdan foydalanib torbat yasash jarayonini so'zlaymiz. Endi Photoshopdan foydalanib programma, ya'ni kod tahlili bo'lmasa-mu, ammo loyihalangan loyihani o'zini torbat shaklda chiqarishga bo'ldi. Unda bo'lsa biz oddiy bir tadqiqot rasmini bir parcha bilan ishlab qo'ydik. Masalan, kanigini 800 qilib, egizigini 1500 turlar. Andan keyin buningki birligi shansi bo'yicha bo'laverdi, ha? Ya'ni piksel bo'yicha mal. 1 santimetr bo'yicha o'rnas bo'lmaydi. Chunki kompyuter ekran ishlanadigan keyin cho'qim shansi ishlatamiz. Buningki femvelosi buning birligimi 72 birligimi shansi yunsun bo'yicha bo'ldi. Nima ismiga yerda qo'yib qo'ygan. Andan keyin batninki 30 mayl bo'ldi. An ustiga batga yangi rasm qo'yib meni qurib oldi. Andan keyin bunaqa xalqlarni birini tugib olamiz. Xalqlarni birini tugib olamiz. Tugib oldik-ku. Maran tugmay turay, ya. Şalib tugayram. Yarın xalqlarni birini tugib oldik. Resim qo'ydik. Andan keyin bu resim qo'ydim. Shu navbatgi resim qo'yib tanlagandan keyin ma Astigma FX-dan Gembe Ninja'ni tanlab qo'ydik. Bu yerdan bunga azab tadrijiy rang unim beriladi. Masalan, bu yerda Gembe degan man chekib rang tanlab berdi. Uch tarafdan rangi ne? Mandan asas qilsin. Past tarafdan rangi Maram bo'lsin. Ya bo'lsa, serxon tabaqlar, ya. Endi bu yana bir taraf sketch orqali marani texnik gavdanligi bo'ldi. Ana ostiga yana bir chekib nuqta qo'shib, bu metr version bu yerga nuqtani qo'shdim. Uni ost qismiga yeşildan asas qilaman ekan. Mo'g'mashladim-ku. Mo'g'mashlab bo'lgandan keyin men ustiga endi xatni yozilma. Loyiha boshlayaptim. Avval Intel markasini men eka olay. Endi ishlashga bir qadar uzun vaqt ketib qoldi. Ishlab bo'lgandan keyin vaqt ketmaydi, ha? Xatna rangini qora qilib o'ttirdan boshlansin. Uyg'urcha o'ndan boshlansin. Xat nusxasini o'zimiz xohlagan xat nusxasidan tanlab beriladi. Endi xat cho'nlig'ini o'zimizga muvofiq bo'lgan xat cho'nlig'ini tanlab beriladi. Mana markaslar cho'nib ketib qoldi, ha. Endi tamam Photoshop dars bo'lmasa-mu, lekin mana shu Photoshopda foydalanib torbat yasash jarayonini endi bilish bu bir qadar zo'rroq. Mana bu bo'lsin. Yerga mazmun o'tirdan xalni chiqib soldan boshlansin.
Bo'ldi. Endi men astiga mazmunni bosh mazmundan yozishni boshlaydi. Endi buni astiga intil munosabatlik rasmdan birinchi parcha deb beriladi, ha? Masalan bu yerda mening leksiya so'zga kelganimniki bir qancha rasmlar bor ekan. Bu rasmni nimaga iptadik? Iptagandan keyin mush rasmni o'zini chizsam azroq bir oddiy bo'lsin, bir turba jasayli. Rasm saçon qilibdi. Rasm bu egilishni oldida to'shan chizmaydi, men to'shan dasha olib kirib rasmning birligini tanish etamiz. Mana navbatki bizning betimizning kani 800 o'g'on. 800 o'g'oniga buningki kanigini 700 qilib. Endi rasm bayaga o'lchami to'g'rilandi. Shunamki Anva biz resimdan chizmay boshqa hayat u bu narsani aralash chizing bo'ladi. Endi qolgan narsani o'zing ishlab yezib ishlaysan-ku. Boshqa narsani o'zing yezib falan ishlaysan bo'ldi. Men bet tushib qoldi, ha. Men qo'bida chavdin üstün dalab berim aslında niye kartdan şan etli. Egizligini 1500 ga 3 minut qarang. Endi ma astidagi mayaniki layasini buncha aytib beray. Mana samaya kelsin. Keyingi rasmni nima? O'qish bolanki toz qiziqni lisiya analiz qilsin ekan bu. Buni asratadi. Ana astar biz mahsulotni tushuntirilishi yoki mahsulot desimiz chizsak. Yoki rasmniki faoliyatini tushuntirilishi, har bir rasmni tushuntirishni astar birdan-bir 20 yezpasak bo'ldi-ku. Mana shunda ya. Bundan da ishlab oldik. Endi rasmni mashada mayga solib oldim. Rasmni oralig'ini o'lcham to'g'rilab beray. Rasm tuzsiz ishli chiqsin. Bo'ldi. Andan keyin birinchi rasmniki sirtiga ma ipikni besib Mayelmam yobendin sir qaram ko'ray. 6 ikisi cho'noqda. Ramkiniki rengi oq bo'lsin. Buni sirtiga soya. Buncha kuchliroq qo'ray, mayetni. Aralachiroq bo'lsin. Çok kuchliroq qo'ray. Ma 10, ma 15. Bo'ldi. Yoki mana 15 qo'ydim. Ana musayni, mushu shavgani oldin desturib, ustunki rasmga tashlabasam, to'liq ko'p, shu ko'paydi, mushu unimni o'zini butun rasmni ko'paytirish bo'ldi. Ko'pay bo'ldi-ku? Endi men asta Şinjan İntil Kasbi Texnika Terbiyelash Maktabi. Ana biz qo'ydik. Ana bu rasmni o'zini biz bir nusxa GP saqlaymiz. Keyin ehtiyot shuna.
Diqqat ha. Men ma'ni o'zimiz saqlay avval. 300 ga PS web degan mundarajga. Webda bu PS hujjat saqlab oldim. Andan keyin bir nusxa mouse sunchuvaydan GP chekini ham saqlab olaman. Ma go'shsin GP'ni tanlab oldimmi? Bu saqlab oldim. Endi biz buni rasmiy torbachaga saqlashni boshlaymiz. Qanday saqlaymiz? Ya'ni ma Windows tizimidan sunchuvay web so'yin go'shi buni bosamiz. Buni bosgandan keyin bizga mana shunga chiqib qoladi, ma'qullarga chiqib qoladi. Biz hech qanday mouse o'yinga chiqilmaymiz. Qazon chim turanmaya. Biz mujdasimning turini GPG talab etsak, bu yer sal o'ngshildi. Chimga. Man GIF farq bormi? Endi men sunchini bosdik. Bosgandan keyin shu Jumyanniki PS webning ichiga buni men go'shisni HTML ham to'shan. HTML xil to'shan degan matn talab etdik. Torbat hujjatimi ham rasmmi tan saqlansin qo'y. Ismi web bo'laversin ha. Yoki bo'lmasa Alıncan çekit HTML ha. Hem de basını beslettim. Saqlab olgan ki maksimum yüz yok aydı. Hem de biz 302 ma PS webini çekirib, bundan Alıncan degan bir icra qilsak, bu HTML hujjat icra bo'ldi. Bunun ichida hamma resim bir parcha butun bo'ldi shunaqa. Hani buni qaragan bo'lsangiz, shuna resim torbachaga saqlanib bo'ldi, lekin bu resim butunlay bundan saqlanib ketsa, nihoyatda bir to'g'risi nihoyat og'ir ta'sir etadi. Shuning uchun men 2-3 yotdik. Buni qayta saqlaymiz. Tushunadimi? Qanday saqlaymiz? Qayta buni bundan saqlaymiz. Mana bu Qo'ral sandig'idan chempion go'nji ko'rdingizmi? Buni tanlab berdik. Endi butun bir betni hamma doiraga ilib olamiz. Dair chiqdimi? Xo'sh. Endi buning ichidagi chempion shunzig'uchi, ya'ni shu navbatdagi Qur'onni tanlash, buni bosgandan keyin ustida mana bari chiqadi. Buni bosamiz. Bundan tekst yo'nalishda natija 3. Yama turibsin ha. Mesela mavi 3. Maya 3 bilindi mavi. Ko'rdingizmi? Maya 1. Madayir 1. Men madayir 1. Shunaqa. Andan keyin malatda 10. Her manchik dairdan yoki bo'lsa 15. Her manchik dairdan yoki 20. Bo'ldimi? Endi biz bu yerda mavi cho'dan besiyotdik. Andan keyin Windows ishini hozirgi saqlagan yer bo'yicha, ya'ni sunchuvay web so'yin go'shi degan yerdan saqlaymiz. Sunchini bosdik. Ismi o'xshashdan mena Alın degan bo'laversin. Qalin qo'zaq bo'ldi ism deganda. Lekin cho'qma go'shisi HTML xil to'shanlat bo'ldi. Andan keyin mayani GPG talab etsangiz, resmingizniki resmning sig'imi cho'ngroq chiqadi, sal cho'ng chiqadi, lekin resm sifat chiqadi. Agarda bu yerni GIF talab etsangiz, resmniki sifati sal to'g'rilaydi, lekin bu torbetanizning eshish surati bo'ldi. Tushundingizmi? Yigirma qor 3 parcha 60 resim bo'lamda. Mana qarasangiz jami 60 resim parchasi bo'ldimi ekan? Mana shu. Asaq hammasi bir yerga tizilib chiqadi qatasiga. Chiqdimi? Ma bir. Ayman resmniki mavi. Mesela Intel Marx lazım qoldi, shunaqa. Buni ma'lum chekib ma topian lonsini bosdik. Endi Jumyanga 300 ga. Buni bosishni saqlasam, buni ma'lum bir qismi saqlandi. Shunaqa. Xo'sh, endi bu yerda Photoshopning ishi tugadi. Shunaqa. Photoshopning ishi asosan tugadi. Endi biz bu torbatni o'tir to'g'ri etdik. Men HTML hujjatni G1 ochimiz, Hotdata, ha? Hotdata ichib olgandan keyin buni ma tableni
Bütün cedvel, bütün resim table'ına çıkırdı. Şanızma TD bilen TD'nin arlıqqa ayımcı kirdim ayağı. Şanızma bununki kanligi, mançılık, egizlik, mançılık. Her bir parça resimdeki. Şundan ki bu niminchiki cedvel, bütün cedvel şuna koy. Xo'sh. Hamda mushu table'ni centerinchiga olib beramiz. Bu yana centerinchiga olib beramiz. Andan keyin buni qayta yanglab boqla, ha. Endi mana torbat o'tir chiqdi mazmun. O'tir chiqdi. Yana torbatning temiz nimati? Web shunaqa. Buni mayani yapasak bo'ldi-ku. Mana chiqib qoldimi bu? Anamniki men atrofcha bo'sh qilib qoldi. Agarda ekranni cho'ng bo'lsa, atrof taqin bo'sh qilib qolish mumkin, shunaqa. Buni biz qanday kontrol qilamiz? Yana men Photoshopdan foydalanib, oldin qatim biz saqlab olgan JPG rasmni o'zini ochamiz. Ma PSD emas, JPG rasmini, ha? Mushumda buni ochamiz. Buni rasmni faqat birla. Buning ichidan ma dairəgəc quralını paylaşıb bunu ma yoxaz nöqtə kiçik dairəni tanlayırıq. Bizden kiçik dairəni məzmun tanlab getmisən, ha? Oldu mu bu? Bunu hem de küçürüb aldıq. Küçürüb alğandan keyin ikincidən yeni bir qurumuz. Bunu x-ga 3000 bu resmin kamı 21 piksel şunaqa. Uzun inchga tayaq bet qurildi. Buni chaqib oldik mayaga. Hamda buni yana JPG ga saqlaymiz. Winjandan sunchiga kirdik. Buning uchun ma image kadlam saqlaydi mayaga. JPG shaklda taylik JPG oldimi bu? Taylik bo'ldi. Hamda sunchini besib o'tdik. Bu sura chiqsa cho'ng qilib berilmagan. Xo'sh. Hamda bizni mustaqilga resimni masalan ekranimiz qancha cho'ng bo'lishini yoki kichik qatnazar atrof boshqa qolmaydi. Atrofga rangni mana to'ldirdi. Biz mana hozir resimni mana basak. Buni qanday beramiz? Mayga kodni ichib olgan. Buni taylik mushumda, taylik oppoqmidi? Yani bunu biz uchiramiz. Taylik rangi tam nemin ichida? Image'ning ichida. Taylikning rasmi. Image'ning ichidagi taylik JPG. Buni saqlab oldik. Endi mabetni yana ko'rib boqamiz. Endi bu tumaga betni A5 mabet butunlay chiqdi. Endi mayani o'zi kichkina rasm, lekin maqsadga urincha rasm, umumiy betni taktik o'ylashgan rasm. Torbatni mana ishlasini boshqacha chiqdi, ha? Yo'q, bosum bo'lmaydi. Masalan, mouse'ni maya cheksin, mushu tanilgan rasm, ma astra cheksin, ma tanilgan rasm, mushu bosum bo'ldi. Bayatime bosum qilgan, mana mushuga bosum bo'ldi. Biz ma rasmni bayatdan chempion gonji orqali, ma Photoshopniki chempion gonji orqali foshib etdik. Har bir siz bergan yana o'zi bir-birini pajaydi. Tushundingizmi? Ha? Yo'q, hammani bir saqlaysiz. Ma'lum bir doirani ayrim saqlayman deb undan saqlanmaydi. Mushu butun betdagi mazmunimiz bir saqlanadi. Ana shuning uchun o'zingiz tanlamasini bo'ldi chizig'ingizni. Tushundingizmi? Shuning bilan Photoshopni paylanib torbat ishlash jarayoni bu tugadi, ha? Tushunmagan bo'lsa, endi davomini so'rasangiz bo'ldi. Mana ostida bir masala bor ekan, ha, ayada. Bu yergi masala Nimet degan vaqtda ma ustidan rang ma aslo takror chiqibdi. Shunaqa. Shu yergi masala, bu rasmiy masala bu. Hech qisi yo'q, buni yana biz davomli shu rang tanlash jarayonida o'ngishsak bo'ldi. Tushunish bo'ldimi?